Yana bitta mehmonimiz bor. Doimiy mehmonimiz, hamkasbimizga aylanib ulgurgan mutaxassisimiz bugun ham bizga foydali bo'lgan tavsiyalarni beradilar, ma'lumotlarni taqdim qiladilar. Shifokorim tabiat sahifasini jonli suhbat jarayonlariga ko'chirganmiz va studiyamizni bezab turgan mana shunday bahoriy taomlar, to'yimli va foydali mahsulotlar bor, lekin ular orasida yana bitta mahsulot bor. Bahorda ilk kunlarda unib chiqadigan moychechak va moychechaklar biz uchun juda ham foydali va vohamizga xos bo'lgan moychechak ko'proq unib chiqadi bizda va mana shu moychechakning foydali jihatlari haqida ham to'xtalamiz. Buning uchun mutaxassisimizni taklif qilganmiz. Albatta, mutaxassisimizni yana bir bora keling tanishtirib o'tsak. Yulduzxon Masharipova, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Tibbiyot fanlari nomzodi, har doimgi sahifamizning qahramoni deymiz va salomatligimizni posboni desak ham yanglishmaymiz va Og'abek, siz ham bugun ijod jarayonlarida qiziqinsiz, bahor mavsumiga xos tarzda. Keling, endi suhbatni kimdan boshlaymiz? San'at borasida suhbatlashamizmi, salomatlik borasidami? Ikkisi ham baribir salomatlik uchun foydali. Albatta. Keling, tibbiyot borasida suhbatlashaylik. Bahorga mos bo'lgan suhbat joyiga qaytamiz. Moychechakning foydali jihatlari haqida bir to'xtalib o'tsak, mana choylar ham, damlamalar ham damlangan, sohibaxon ertalabdan iste'mol qilyaptilar. Buni qancha iste'mol qilish kerak, qay tartibda iste'mol qilish kerak va nimalarga foydali? To'g'ri, savolingiz uchun katta rahmat. Mana moychechakni o'zini ham olib kelganmiz. Qadoqlangan shakli va quritilgan maydalangan shakli hisoblanadi. Sohibaxon hozir paketchalik, ya'ni choy shaklidagi moychechakimizni ichyaptilar, tanovul qilyaptilar. Endi moychechakni bilasiz, har doim mana bahor paytida ilk gullaydigan gullardan, o'simliklardan hisoblanadi. Bu o'simlikimiz bilasiz, har doim hamma joyda topiladigan. Qish, yoz farqi yo'q. Hamma mavsumda topiladigan o'simliklardan biri hisoblanadi. Bu o'simlikimiz 1 yillik hisoblanadi. O'shaning uchun har yili yangi mahsulotdan ishlatilib bilinadi. Endi bu tarkibiga to'xtalsak, flavonoidlar, oksal, vitamin C, efir moylariga juda boy o'simlik hisoblanadi. Bilasiz, efir moyligi bilan mana mingta kasalga davoligi bilan bu o'simlikimiz ajralib turadi. Chunki bu o'simlikni yosh tanlamaydi. Mana chaqaloqlikdan to qariyalarimizgacha iste'mol qilishlari mumkin. Endi kasalliklarga qarshi kurashadigan joyiga to'xtalsak, misol uchun mana yallig'lanish kasalliklari. Har bir a'zoni mana ichki a'zolarmi, bo'g'imlarimizmi, teri kasalliklarimi yoki kosmetologik faoliyatlarda foydalansak juda foydali hisoblanadi. Birinchi buni vazifasi yallig'lanishga qarshi kurashishni o'ziga vazifasi katta hisoblanadi. Chunki bilasiz, mana yallig'lanish kasalliklarini asorati juda yomon bo'ladi. Bilasiz, o'zida yarasha asoratlarga olib keladi, yomon asoratlarga. Birinchi mana o'zimni misol qilaman, har doim yoki oilamni misol qilaman. Bilasiz, chaqaloqlarim ham bor. 1 yoshga to'ldilar, Xudoga shukr. Katta bo'lib qoldilar. Katta bo'lib qoldilar. Ularga ham iste'mol qildiraman. Mana ertalab turadilar. Halitdan, chunki bilasiz, mana chaqaloqlarda og'zi yo'q, tushuntirib bera olmaydi. Bu joyim og'riyapti, bu joyim og'riyapti yoki oshqozon ichagi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu juda boy, o'zining imkoniyatlariga ega bo'lganligi sababli hamma yoshda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Misol uchun mana chaqaloqlardan boshlasak, bilasiz, bularda ichak faoliyati hali mukammal rivojlanmagan bo'ladi. Mana ich qorin dam bo'lishi, qabziyat bo'lishi yoki teskari mana ona suti tarkibi buzilishi natijasida bilasiz, chaqaloqlarimizda oshqozon ichak faoliyatida bilinib qolinadi. O'shaning uchun bu moychechakimizni shipovnik deymiz, namatak bilan birga aralashtirib bersangiz, ichak faoliyatini, immunitetini oshirib beradi, yallig'lanishga qarshi faoliyatga kurashishga juda katta yordam beradi. Bilasiz, buni hidi yoqimli, namatak bilan birga iste'mol qilinsa, juda yaxshi foyda beradi. Oshqozon ichakdan tashqari mana ginekologik, urologik kasalliklarimiz bor. Bilasiz, nefrologik kasalliklar bor. O'shada yallig'lanishga qarshi kurashda yordam beradi. Misol uchun aytaman, sistit, nefrit, sidik yo'llari kasalliklari mana achishish, o'chishi yoki yallig'lanish natijasida o'zi diskomfort faoliyatini olib keladi. Bu kasalliklarimizga yana qandli diabet kasalliklarimiz ham kirib ketadi. Bilasiz, qandli kasalliklarimizda asorat sifatida sidik yo'llaridagi shamollashlarda o'zi faoliyatini ko'rsatib bera oladi. Bundan tashqari mana oshqozon ichak yallig'lanishlari, jigar faoliyatida oshqozon osti bez faoliyatlari kasalliklariga qarshi kurashadi.
Endi mana har doim ichki a'zolarni aytib beraman, to'g'rimi? Tashqi mana suyak yoki mushak faoliyatlariga ham qaytamiz. Bilasiz, bo'g'im kasalliklari bor, yallig'lanish kasalliklari. Endi bunda qanday foydalanamiz deb savol berishingiz mumkin. Mana namatay xuddi mana choydek damlanadi, ichiga ozgina tuz solinadi. Bilasiz, tuz shishlarni yallig'lanish qaytarish xususiyatiga egadir. O'shani iliq namlantirilgan holda dokani evitilib, bo'g'imni ustiga boylab qo'yiladi va issiq saqlanadi. Bu 1 soat tursa, mana mushaklar spazmi deymiz, tirishishi deymiz, o'shalarni bo'shatish va yallig'lanishga qarshi kurashda og'riqlarni qo'ydirish xususiyatiga egadir. Demak, aytadigan bo'lsak, foydali jihatlari juda ham ko'p. Juda ham ko'p, vaqtimiz yetmaydi-ya. Yana bitta mehmonimiz